Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlarga agarodimdagi mevali daraxtlarni ko'rsatmoqchiman. Challenge. Sizlar ham kommentariyada qanaqangi mevali daraxtlaringiz bo'lsa agarodlaringizda hammasini yozib qoldiringlar. Keyingi video qaysi gul haqida bo'lishini xohlasanglar, ko'proq qaysi gul haqida kommentariya yozilsa, o'sha gul haqida video qilib chiqaraman. Bo'lmasa ketdik, qanaqa mevali daraxtlarim bor. Bexa, olcha, смородина, uzum, anor, zaldora, yana zaldora. Bulardan tashqari shu yili kelgan olma, olcha, gilos, zaldora, shaftoli va xurmalar ham bor bir yillik. Sizlardachi? Hammani fikrini kommentda kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, podpiska bo'lib, like bosishni unutmanglar.